Zahiriddin Muhammad Bobur haqida 10 ta dalil. Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yili 14-fevralda Andijonda dunyoga kelgan. 1526-yili Hindistonda markazlashgan Boburiylar davlatiga asos solgan. Yoshligida dovyurakligi va jasurligi uchun unga Bobur yo'lbars taxallusi berilgan. Otasi axsida fojiali tarzda halok bo'lgach, oilaning katta farzandi 12 yoshli Bobur valiahd sifatida taxtga o'tiradi. Boburning otasi Umar Shayx Mirzo Farg'ona viloyati hokimi, onasi Qutlug'nigor xonim Mo'g'uliston xoni va Toshkent hokimi Yunusxonning qizi edi. Bobur 1526-yil aprelda Panipatda asosiy raqibi Dehli sultoni Ibrohim Lodining 100 ming kishilik qo'shinini 12 minglik askari bilan tor-mor qiladi hamda Dehlini egallaydi. Oradan ko'p o'tmay ikkinchi yirik Hind sarkardasi Rano Sango ustidan ham zafar qozonib, Shimoliy Hindistonning Bengaliyagacha bo'lgan qismini o'ziga bo'ysundiradi. Bobur Mirzoning Boburnoma asari dunyoning 31 tiliga tarjima qilingan. Bobur Afg'onistonda Bog'i Shahroro, Bog'i Jahon Oro, O'rta Bog', Bog'i Vafo va Bog'i Bobur kabi oromgohlar tashkil etgan. Bobur shoh asos solgan Boburiylar sulolasi Hindistonda 3,5 asrga yaqin hukm surgan. Boburning kenja qizi Gulbadan begimning Humoyunnoma asarida o'z davrining tarixiga oid muhim materiallar, shuningdek, shoh va shoir otasining xotiralari aks ettirilgan. Zahiriddin Muhammad Bobur 1530-yil 26-dekabr kuni 47 yoshida Agra shahrida vafot etdi. Shu yerga dafn qilindi. Keyinchalik uning xoki vasiyatiga ko'ra Kobulga o'zi barpo etgan Bog'i Boburga ko'chirilgan.